Bugungi ishimiz teyitda, bu teyitda bu tomonida yashab turaman deb ikkita xona bitta dushni qilib berib ketdik o'tgan safar. Endi mayog'ini ham qilib, qarasa qishda qildik mana shu joyda. Sovuq payt ashanga mana yerda ana qilishibdi. Tushibdi qoqayotganda yangiligida mana bo'lib sinib tojini ustiga shunday qo'yib beramiz. Ho'lligida ana qilishibdi. Endi mana bu tomon yurmagan tomonida joylashsa yoki keyin shilibkalar ham o'ynardi. Pena sinadimi, sinmaydimi degan odamlarga mana bu shilibka mana bo'lib lo'mbillaydigan tashlamalar bo'lsa, baribir sinadi mana. Qurigandan keyin ham. Buni ho'lligida yurishgan. Qishda qo'ydik. Mayog'iga bugun keldi. Endi qurigandan keyin qanaqa bo'ladi desa, mana bu qishda qo'yilgan narsa mana shu. Mana qilib hozir buni ustiga yana bir quyib qo'yamiz. Qanaqa qilib qatadi, qatmaydi deganlarga mana oyog'i izi chiqmaydi. Mana qilib. Lekin baribir shilibkani o'ynagan joyini ushlab qola olmaydi. O'z-o'zi yollamaydi mana ko'rgan bo'lsanglar. Endi bu yog'iga qo'yapmiz. Hamma yoqdan tayyorlab oldik.